Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Ahmadullo o'z kanalining qadrli obunachilari, do'stlar, bugun biz sizlarga asal kachka jarayonidan bir video rolik qilay dedik. Bu yer Andijon viloyati, bu manzilimiz Andijon viloyati Xonobod shahrida joylashgan. Bu yer asosan asalarichilik, bu turgan joyimiz. O'zimni ustami asalarilarini videosidan chiqaray dedim. Men ham o'zim bir paytlar asalari baqqanman, hozir to'g'risi chorvachilik, boshqa ishlar o'tib ketganmiz. Ustam lekin asalni ham hunar ham san'at sifatida qabul qilgan, ham nima deydi? Juda qiziqadi. Kimga asal ari paketlari kerak bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy tabiiy asal izlab yurgan aka-uka opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi kachka mana endi olinyapti. To'g'risi juda kech qolindi. Xo'p, mana atrofdan ko'rishlaringiz mumkin. Mana polniy dala, tolali yer. Do'stlar, mana hozir bitta ko'rsatib boraman. Bizi kanalni kuzatib boringlar. Albatta like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Xormang usta, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Chiqyaptimi? Do'stlar, mana asal kachka jarayonidan biz bugun ajoyib joylar ko'rsataman sizlarga. To'ldimi bu? Ichi? To'lmadimi? Xo'p. Shuncha ko'rsatib qo'yay. Yangi asalarichilar o'zim boshlayotganda rosa asalari videolarini YouTube'da hammasini ko'rib chiqqanman o'zi ham. Asalariga qiziqayotganlar erimay ko'radi-da. Do'stlar, mana ramka, ichida ramka bo'ladi, bunda inarisi bo'ladi, ishchi-arilar bo'ladi, bundan tashqari erkak arilar bo'ladi. Erkak arilari faqat inarini urug'lantirish vazifasini bajaradi, undan boshqa vazifa bajarmaydi. Meni ma'lumotlarim. Do'stlar, bundan tashqari ishchi arilar qolgan hamma vazifani bajaradi. Inarni vazifasi faqatgina tuxum qo'yish vazifasini bajaradi. Inari 3 yildan 5 yilgacha yashaydi, hayoti davomida bir marta urchiydi. Do'stlar, mana bundan tashqari bahorda va kuz oylarida bir martadan lichenyalar qilinadi. Bularda ham asalari kanasi degan narsasi bor. Xo'p, bundan tashqari erta bahorga chiqqandan keyin ichlarini tozalab bir qator dezinfeksiya ishlari qilinadi. Do'stlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ustam o'zi necha yildan beri ari baqadi. Xudo xolasa nomlarini qo'yib qo'yamiz tagiga. Bemalol aloqaga chiqib maslahat so'rab, asal kerak bo'lsa asalidan ham yaqin o'rtada bizni kuzatayotgan aka-uka opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kerak bo'lsa o'zlaringiz kelib olib ketsalaringiz ham bo'ladi. Men sizlarga hozir asal kacha qilayotgan jarayonini bitta video roligini chiqaraman. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek. Obunachilar, bu yer asal kacha jarayoni bu ketyapti. Bu yerda uji mana xo'p, bochkamiz ham uji to'lay deb qoldi, mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, mana. Xo'p, bundan tashqari mana bo'shagan ramkalarimiz, bo'shagan ramkalarimiz bu yerga qo'yilgan. Xo'p, bundan tashqari mana mum. Asalari mumi deyiladi. Asal kachkani ramkasidan kesilgandan keyin buni shundoq yesalaringiz ham maza qilib borasizlar do'stlar. Mana bu yerda pichoqlari bor, mana. Ko'rib turganlaringizdek pichoqlar bor. Pichoqda ramkani kesish jarayoni. Hozir abut mahal bo'lib qoldi. Shunday bo'lsa da sizlar uchun video qilib ketishga qaror qildim. O'zim boshqa joyda ish qilayotgan edim. Bugun ustam asalari kachka jarayoni bor, kelasizmi dedi. Ustam hozir bitta joyda ish olganman, shuni ishni tugatib qo'yay, xudo xolasa keyin o'tib boraman degandim. Mana do'stlar, ramkalar mana shularning ichiga solinadi, mana bitta-bittadan solinadi. Bo'ldi, mana kelib ham qoldi ukamiz. Ukamiz olib kelib qoldi, mana hozir ochadi. Olib keldingizmi? Oho. Qani, zo'rlarni olinchi bitta ko'rsataylik-chi. Mana bu olinmagan asal ramkalar hali. Xo'p. Tamta to'liqrog'i bormi? Bunday ko'rsatib bitta. Nariga to'liqroq ekan-a? Xo'p. Xo'p do'stlar, hurmatli obunachilar, mana asalarining yangi boshlayotgan, qiziqayotgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana asalari mum hisoblanadi. Mana ko'rib turganlaringiz oq mash asal hisoblanadi. Mana u yopiq bola hisoblanadi. Yopiq bola bundan tashqari mana yerda gulchangi bo'ladi. Mana har xil bu gulchang o'simlikning turiga qarab gulchang ham har xil bo'ladi. Mana bu asal. Buni hozir mana ko'rib turganlaringizdek mana pichoqda hozir isitib qizitib turib, shunday kesiladi. Mana bitta kesib bersak bo'ladimi? Uka, o'tiringmi? Kesa olmaysizmi? To'xtang bo'lmasa. Men ustam o'zi kesar ekan, do'stlar, mana. Bitta kesish jarayonini ko'rsatib qo'yaylik. Yangi qiziqadigan o'zimga o'xshab ishqibozlari yerinmasdan ko'radi-da, xohlasa. Pastda nomlarni qo'yib qo'yamiz. Asalari mana. Do'stlar, mana. Ashu mum hisoblanadi. Uni yesanglar bor-ku, o'sha maza qilasiz. Eng zo'r narsasi. Yiltirashini qaranglar asalni. Ana. Shuni qaranglar.
Vay. Mana do'stlar. Mana shu asal hisoblanadi. Endi buni bunga solib turib aylantiramiz. Xo'p, men bitta videoyimda do'stlar haligi bir savol bo'lgan ekan, qancha asal chiqadi, bitta oila qancha asal beradi degan obunachilarga meni o'zimni xo'p boshimdan o'tkazgan tajriba asosida usta men hozir aytaman, siz agar to'g'ri bo'lsa ma'qul deb qolasiz, men ashuna hisoblardim-da. Misol uchun bitta oilada bir 10 ta ramka bo'ladigan bo'lsa, men hammasidan o'rtacha 1 kilodan hisoblayman. 2 kilolik, 3 kilolik demayman-da, hammasiga 1 kilodan bo'lib yuboraman. Shunda 10 kilo asal chiqadi bitta oiladan deb hisoblayman. Shu to'g'rimi, bo'laveradimi? Men ashuna deb hisoblarimda, to'g'rimi? Turgan joyga ham. Lekin ba'zi ramkalar 4 kilogacha qilib tashlaydi, masalan. Xo'p, do'stlar, asli bitta ramkani o'zi kirayotsa 4 kilogacha qo'yadi, ba'zilar 1,5 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Endi shuni hisobini olib, men hammasini xo'p 1 kilodanga qilib turib yayib tashlaganman. Ana shunaqa qilib hisoblayman endi. Endi qaysi asalari qanaqa hisoblaydi endi bilmadim. Kommentariyada asalarichilar ham ko'radi buni. Endi ular qanaqa hisoblaydi bilmadim. Men ana shunaqa hisoblardim. Asalari bor ekanini. Ustam ham shu gapni ma'qulladi. Do'stlar, yana qaytaraman, kimga asal kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari asalari oilasi, yosh paketlar kerak bo'lsa ham bemalol ustamga aloqaga chiqsalaringiz qilib beradi. Agar ko'proq oladigan bo'lsalaringiz, dastavkasini ham qilib berasiz, usta. Ko'proq oladigan bo'lsa, yaqin o'rtaga vodiyga bo'lsa, do'stlar, vodiyga bo'lsa, yaqin o'rtaga bo'lsa, dastavkasini ham qilib beradi. Voha u tomonlarga bizni to'g'risi qoplamaydi. O'zlaringiz kelib olib ketsalaringiz bo'laveradi. Xo'p, do'stlar, asal quyish jarayoni. Mana. Asal. Tinuvligini qaranglar, quyuqligini qaranglar. YouTube'da asalni tozami, toza emasmi, sifatlimi, sifatsizmi tekshirish yo'llari bor ekan. Mana ko'rib turganlaringizdek, soxta asal bo'ladigan bo'lsa, suvga o'xshab yayilib ketadi, usta. U qo'yiqligi, keyin yana 5-6 ta xillari bor ekan asalni toza nimasini aniqlash. Lekin buni ko'rgan odam o'zi asalni qanaqaligini bilib ko'radi. Buni asal bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ozaytiring, uzoq bo'l. mana do'stlar, buni nimaga bunaqa suzib olinadi desalaringiz, ramkada bola, hali xon bola bo'ladi. Urug' bola ashlar, keyin haligi mum kesilganda mumni qattiqlari ilinib toza asal bochkaga tushadi. Shu maqsadda bir qator suzib olinadi. Do'stlar, mana sizlarga joydan video qilyapman. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana shu mumdan ham bitta tatib ko'rsam maylimi, usta? Bitta tatib ko'rsam maylimi? Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu narsani joyda yesalaringiz maza qilasiz, to'g'risida. Mana. Bismillah. Mana narsani topib yeyishlar tavsiya qilaman. Do'stlar, bu yerda yana bitta usta akamiz bor. Usta akamiz asal kashish jarayonida doim birga biz bilan. Nimada chiqadi ha? Do'stlar, mana asal qo'yilgan ko'ryapsizlarmi? Rostini aytsam, biz Andijon viloyati Xonobod shahridan syomka qilyapmiz. Ustam asallari o'zi yiliga 5-6 nima oladi? Bachok, mana bachokda 5-6 oladi, lekin tugab ketadi qishgacha. Agar asal islab yurgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, qishda narxi ham ko'tariladi asalni. Birinchidan hozir rosa sezoni asalarichilarni olib uyga tashlab qo'ysalar, asal achmaydi, sariyog' sasimaydi. Asal necha yil bo'lsa ham yotaveradi uyda. Mana hurmatli obunachilar, mana ko'ryapsizlarmi? Qo'yilgan. Mana. Kimga kerak bo'lsa, tezroq ulgib qolishinglarni maslahatini beraman. Inshaalloh garantiyalari bor ustam asari. Do'stlar, ko'rib turganlar shu asallarimiz. Agar asallarga qiziqadiganlar bo'ladigan bo'lsa, ustam nomlarini qo'yib ketaman. Bemalol qanaqangi maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kamchiliklar, kasalliklar, shular haqida bemalol telefon qilib savol-javob qilib so'rashlaringiz mumkin. Bilasizlar, hozir o't quryapti, bu yog'i endi yoz.
ko'p joyda bu ko'kalamzorlashtirish joylari pasayapti. Xudo xohlasa endi paxtaga olib boramiz. Paxta naslini olish niyatidamiz. Do'stlar, iloji boricha sizlarga dehqonidan haqiqiy birinchi qo'l joydan videolar chiqarishga harakat qilyapman doim. Men sizlardan bitta podpishka, like va podpiska va videolarimizni boshqalarga ulashib qolishinglarni so'rab qolamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ahmadulla o'z kanalida qolinglar.